Shaytonning xulosasi. Odamlar orasiga g'ulu solish, aldash shaytonning ishi. U mana shunday ko'rguliklaridan huzur oladi. Kunlarning birida shayton bag'oyat ulkan maqsadlarni ko'zlab yer yuziga tushibdi. Atrofni sinchiklab kuzatar ekan, shum niyatini amalga oshirishga bel bog'ladi. Odamlar uni sezishmasdi. Shayton kabobpaz yoniga kelarkan, yo'ldan urishga tayyorlana boshladi. Avval qiyma kaboblarga razm soldi. Go'sht bilan birga bo'lka nonni aralashtirib kabob tayyorlanyapti. Har qalay yolg'on qo'shilibdi, o'ylanibdi shayton. Unga xalaqit bermay qo'ya qolay. Mol bozorida hamma narsani alg'ov-dalg'ov qilishni mo'ljallagan shayton tang tortdi. Aka sotuvchi uka xaridor rolini qoyillatib o'ynayapti. Ota esa o'rtada dallol. Shu payt bir xaridor paydo bo'ldi va sigir bahosini yana ham oshirib yubordi. U tog'a ekan. Uchinchi xaridor keldi-da, yanada yuqori narxni aytdi. Oxiri sigirni unga sotishdi. Bu yerda keragim yo'q ekan degan o'y bilan shayton ortga qaytdi. Yo'lda davom etarkan, uning ko'zi kalbasa sexiga tushdi. Go'shtga karton qog'ozlar qo'shilyapti. Harom qotgan hayvonlar ham kalbasaga aylanyapti. Menga ish qoldirishmabdi, debdi hafsalasi pir bo'lib. Shayton o'ziga munosib yumush qidirardi. Oppoq kiyimli kishi uning diqqatini tortdi. U shifokor ekan. Hakimning ishini asta kuzata turib, ko'ngliga g'ulg'ula solmoqchi bo'ldi. Ammo kech qolibdi. Chipqonga chalingan bemorni salkam saratonga aylantirgan doktor tezda mo'may pulga ega bo'ldi. Ichi buzilgan boshqa kasal zudlik bilan operatsiya qilinib, oshqozondagi yara muvaffaqiyatli olib tashlandi. Aslida qorin shunchaki yorilib, yana tikib qo'yildi xolos. Ishsiz qolgan shayton katta umidlar bilan o'quv maskaniga bordi. O'quv yurtiga tekshiruvchi kelgan ekan. O'quvchilarning 30% daromadi qog'ozga o'rog'li narsadan so'ng 87% ga ko'tarildi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari yangi o'qituvchiga tanbeh beryapti. Darsni qoyillatib o'tishingiz shart emas, hech bo'lmasa yuklama degan narsani bir arava qilib tayyorlab qo'ying. Hozir qog'oz gapiradi. Hamma narsadan umidi butunlay so'ngan shayton restoranga kirib keldi. Aroq ichib ozgina ko'ngil chigilini yozmoqchi bo'ldi. Bir ho'plashi bilan ko'ngli aynib ketdi. Voy, bu mening suvim emas, axir bu g'irt teppa-ku, qalbaki-ku. Kechgacha tentirab yurgan shayton shunday xulosaga keldi. Men ortiqchaga o'xshab qoldim. Bular menga har sohadan, har tomonlama dars berishadi. Tezroq qochib qolmasam, rasvoyim chiqishi turgan gap. Shu zayl shayton kelgan yeriga juftakni rostlab qolibdi.